Alileri. Sizlar deb beqinglarchu, men dunyodagi eng aqlli podshoh, shundaqmi? Bunu deyish ketamdi, albatta shundaq, albatta. Biroq puhrolar meni dut eshak deb tillayotdi. Alileri, nima ularni o'ltirib o'tmaysiz? Ha? Endi ularni o'ltiray desam, sizlarni uyg'otdinglar. Kelar qatim tush kelganda cho'qim sizni ularni o'ltirib o'tishingizni saqlab turibmiz. Shundaq qilamiz. Shundaq. Men cho'qim puhrolarga o'zimning dunyodagi eng ulug' podshoh ekanligimni bildirib qo'yaman. Anlamadım demanglar, hurmati tangdishi yo'q, shahlarning shohi, insoniyat orasidagi eng ulug', nuqsonsiz podshoh oliylari o'z puhrolarining aql parosini sinab beqish uchun 3 qiyin savol chiqadi. Mayli baktoriyalar bo'lsin yoki puhro bo'lsin, kimiki to'g'ri javob bera olsa, 10 ming so'm tilla ham son-sanoqsiz qo'y kolalar bilan mukofot oladi. Men dunyodagi eng donglik, hammaga qobil olim, ilgari nurg'unliga madrasaxonlarda, podshohning o'rdixonasida nurg'un qitin dars so'zlagan. Podshohning qiyin savollariga men javob bera olmayman. Pekir, ilmiy nujum, astronom, tilshunoslik qatorliqlarni intayin pishiq bilaman. Shunga men kirishim kerak. Allah bekirey, men kiraman. Men bu shahardagi donglik boylarning birisi, shu kirishim kerak. Men mushu shahardagi birdan bir oqsovak oilasi. Men shunga o'zim kirishim kerak. Yo'q, mening bolam kirdi. Mening bolam eng aqlli. O 3 yoshida oltin taraqlantirishni, 4 yoshida sartan so'qishni, 5 yoshida jazoxo'rlikni o'rgangan. Men jazoxo'rlikni? Yo'q, men javob beraman. Men javob beraman. Agar men javob bermay qolsam, 50 sar oltin sizlarga in'om qilaman. Men javob bermay qolsam, sizlarga 100 sar oltin in'om qilaman. Men javob beraman. Mening bolam javob berdi. Men javob beraman. Men javob beraman. Men Sen. Dünyada hammadan aqlli podshoh faqat men. Padişahның farmoni har bir shahar va kentkilar o'zlariga vakolatan cho'qim birdan vakil padishahning qiyin savoliga javob berishga so'yish kerak. Javob bermaganlarga o'lim jazosi berildi. Padishahdan farmon. Bu o'limga loyiq padishahni tezdan dargohingga ilib ketgaysan. Dünyada men aqlli. Yo'q, dunyoda men hammadan aqlli. Yo'q, sen emasman. Uddut. Men aqlli. O'tan here. Alileri. Nima ish? Efendim orada kirishni o'tinayotidu. Onun deyishicha, o puhrolarga vakolatan padishahning qiyin savoliga javob bergili kepti. Efendim? Uni kirgizinglar.
Osmonda zade qanchalik yulduz bor. Bu zade qanchalik. Hürmetlik alileri, onun umum sani 999 milyon 999 yüz ming 999 tane. Birsimi ortiq emas, birsimi kam emas. Kelmisler sanap basla. Şundaqmıdı o? Ha? Bu taxminen belkim şundaqdı. Şundaqdı o? Undaq emas. Undaq emas. Emse qanchalik? Alileri şundaqdı. Yalğan, göylüme! Alileri, işenmisler, undaqdı özleri buludun üstüge yamış çıkıp, sanap baksıla buludu. Bu... Sen de bak yerinin merkezi zadi kıyada, ha? Bu intayın asan sual boldu, alileri. Yerinin merkezi işigimnin oldu puti, desigen cayda. Yok! Hatta, men padişah, şu yerinin merkezi, menin 10 putum desigen cayda buluş gerek. To'g'ri, podshoning 10 puti desigan joyda. Yok, alileri. Yerinin merkezi eşigimnin 10 putunun asıda. Yok, menin 10 putumның asıda. Yok, alileri, eşigimnin 10 putunun asıda. Yok! Dana padişah alileri, işenmisler Mağrib'den Meşriqqicha hamma joyini o'lchab baqsizlar. Agar men azroq xato so'zligan yerim bo'lsa, men 5 bilan javob beraman. Undaqda sabr o'lchab baq. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa sen berib o'lchab baq. Bo'lmaydi. Alileri eng chapqur at bilan 10 yil mansaqmi, jahonning chetiga borammasak, yerning merkezini qandoq o'lchaymiz? Biz eng yaxshisi Biz bu savolga javob berib boldik. Alileri, yana so'raydigan bir savollar batdi-ku. Efendim, sen özünden qancha yoshda o'ldiganligingni bilamsan? Ha? Bu tez ayt. Tez ayt ha! Jallat! Alileri, ben fakat sizden bir gün avalla ölemen. Hata? Ondaqda hatalığını qandaq bilila? Acaba Perverdiga burulla biz işkelerinin uyuduğun vaktimizni silige deppägen okşumamdı. Sizler bir top, tut işekle! Sen... Alileri, tezden. Bırak, bu 3 test sualının hemmisiga o to'g'ri javob bergan tursa. Alileri, Menaja mushundaq bejarayli. Ma'qul. Shundaq bijiraylamisa. Efendi, qiyin savollarning hammasiga javob beralganligi uchun uning alayda kechki ziyofat tayyorlansin. Ziyofat tayyorlansin.
Sen puhralar arasındaki en akıllığı. Sen de bakına. Qaysı günü benim puhralarımdan en hoşallık günü. Sen de bakına. Elbette, hürmetlik alileri. Devletimizden şanı şevketi boğan siz. Sizin ölgen gününüz. Nime? Benim ölgen günüm? Köylüme! Hemmesi yalgan gep! Alileri, siz ölseniz ruhunuz cenneti bulduğun tursa. Elbette ben ölsem ruhum cenneti bulur da. Alileri, ondak bol işi natayin. Nime? Acaba ben dozak kiremdim? Siz elbette çokum cennet kirişiniz gerek. Lekin alileri, siz nurgun biguna yaxşı adamlarni o'ltirganligingiz uchun ularning ro'yi cennetga liq to'lib ketgan bo'lsa, o chog'da siz cennetga patmay qolasizmikin alileri? Alileri, o mesbub qaptı. Yo'q, men mas'ul qolmadim. Alileri, o rastla mesbub qaptı. Men mas'ulmidim. Faqat bir narsa ko'zimga ishki ko'rinyapti. Ishki ko'rinyapti. Ishki bo'lib. Ishki bo'lib. Ha? İşki. Shundoq. Hozir hammanglar manga to'rt putliq bo'lib ko'rinyapsizlar. To'rt putliq. To'rt putliq. O rastlı mesut qaptı. Efendi, ben seni bekli yoqtirib qoldim. Ben seni taxtda o'ltag'izman. Efendim, orada haramxonasi aram olsun. Xo'p, alileri. Alileri. Efendim, efendim. Alileri, o Allah burun Azrail'in yanında mihman boluvatıdı. Yaxşı. Efendim, umala. Ben sizden faqatla bir gün burun ölümen degen, şundaq mı? Alileri, o şundaq degen. Ha? Alileri, benim ödediğim günüm sizden faqat bir gün burunla. Sizden faqat bir gün burunla. Puhralarning hoşallık günü sizin ölgen gününüz. Yok. Ularning ro'yi cennetga liq to'lgan tursa, siz patmay qolasizmikin?
Alileri, alileri. Zehir. Zehir paket. Zehir paket imkan. يا ده الوصيه الوصيه كان يا دي كان الوصيه在那儿，这儿，那儿，这儿，那儿，这儿，啊！Ordunun hem yerine aktırınla, hem yerine aktırınla. Tez bulunla. Ner nerket. Nerket, get. Alileri, alileri. Alileri. Efendim öldü, hem de ölüm nöbeti bana geldi. Ölüm nöbeti bana geldi. Alileri, alileri. Efendim çokum yaş gerek, o yaş gerek. O ölmese, ben mi ölmeymen? Ben mi ölmeymen? Efendim allaqachon o'lgan tursa, u qandoqmi tirilsin, ha? Olmasdı. Alileri, ben sizle bilen alayda hoşlaşqılı geldim. Tuzutqunma, siz qabristonlig'ingizda xotirjam yeting. Men cho'qim butun davlatdagi domlalarni chaqirib, ro'yingizga atab duo qildirman. Hatırcam yetim, kabristonlikda. Nima uchun? Acaba siz o'lgan emasmidingiz? Men? Siz Yenim kelib tutib beqing. Badanim issiqmi yoki sovuqmi? Bora. Sıkın. Acaba siz... Shundoq to'nagin akşam ben bir qo'rqinchli tush ko'ribdiman. Tushimda bir ablah meni o'ltirmoqchi bo'pti. Atdiganda o'rnimdan turib, yotqonga qarsam, ikki yo'g'on tush turibdi. To'g'ri. Shunda qo'rqinchli tush qadrligim. Qanchalik uzun yotsangiz shuncha yaxshi. Men sizni mening taxtimga o'ltirishga taklif qilaman. Biroq olileri,
Bana bundaq omadni nisib qilmabdi ekan. Men sizga texmi muvofiq bo'lgan, sizning odatdan tashqari aql parastingizga mos keladigan bir nomzodni ko'rsatmoqchiman. U kim? U allaqachon o'rnida sizni saqlayotidi. Qani marhamat.